Tezkor xabar. Abduqodir Husanov nimaga o'ynamayotganlari ma'lum bo'ldi. City yozda Stones va akani qo'yib yuboradi. Avvalambor Abduqodir akani nikoh to'ylari bilan tabriklayman. Endi mavzuga o'tsak, City Extra jurnali eksperti Freddy Pay yozishicha, City va Lens o'rtasidagi Husanov transferi bo'yicha shartnomada shunday band bor. Agar Husanov City uchun 2024 va 25 mavsumda 10 ta o'yin o'tkazsalar, City qo'shimcha 5 million to'laydi. Yana ham chiroyliroq. Husanovning zaxiraga olingan Dortmundga qarshi uchrashuvlari City tarkibidagi 9-o'yinlari ekan. Va yana bitta City libosida maydonga tushsalar, shaharliklar Lensga 5 million bonus to'lash kerak bo'ladi. City shartnomadagi bu bandni ishga tushishni xohlamadi va Husanov shu sababdan boshqa maydonga tushmaganlar. Ha, 5 million shayxli uchun hech emas deymiz-u, lekin jamoada baribir bor. Freddy Pay Husanovning kelajaklariga ham to'xtalib o'tgan. Yozishicha, Husanov va braziliyalik sheriklari tarkibda saqlanib qolinadi. Yozda boshqa markaziy himoyachi sotib olinmaydi va aksincha, yosh kattalashib qolgan Stones va Natelakini taqdirlari ko'rib chiqiladi. Demak, Guardiola hali ham Husanovga ishonadi va kelasi mavsumda Abduqodir aka asosiy himoyachilardan biri bo'ladilar. Endi eng qiziq joyi, butun O'zbekistonga qo'shilib, Lens rahbarlari ham City'ning tarkibiga chiqishini poylab o'tirishgan ekan. Obba City. 'Cause you only need the light when it's burning low.